Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan juda keng tarqalgan, ammo ko'pchilik hali ham to'liq tushunmaydigan kasallik qandli diabet haqida batafsil gaplashamiz. Qandli diabet ko'pchilikda bor. Ko'pincha kech aniqlanadi. E'tiborsiz qoldirilsa og'ir asoratlar beradi. Lekin to'g'ri nazorat qilinsa, u bilan yashash mumkin. Bugungi videoda biz qandli diabet nima? Uning turlari, qondagi qand normalari, qand oshib ketishi va tushib ketishi, belgilari, xavflari, ovqatlanish qoidalari, nimalar mumkin emas haqida oddiy, tushunarli va juda keng ma'lumot beramiz. Videoni oxirigacha tinglang, chunki bu bilimlar siz yoki yaqinlaringiz hayot sifatini saqlab qolishi mumkin. Qandli diabet nima? Qandli diabet bu organizmda qondagi shakar, glyukoza miqdori me'yordan oshib ketishi bilan kechadigan surunkali kasallik. Oddiy qilib aytganda, biz yegan ovqat shakar bo'lib qonga o'tadi. Bu shakarning hujayralarga kirishi uchun insulin kerak. Insulin yetishmasa yoki ta'sir qilmasa, qonda shakar ko'payib ketadi. Mana shu holat qandli diabet deyiladi. Insulin nima? Insulin bu oshqozon osti bezida ishlab chiqariladigan gormon bo'lib, u qondagi shakarning hujayralarga kirishiga yordam beradi. Qandni me'yorda ushlab turadi. Agar insulin kam ishlab chiqsa yoki tanaga ta'sir qilmasa, qand ko'tarilib ketadi. Qondagi qand normalari. Och qoringa 3-9 dan 5 gacha normal. 5-6 dan 6-9 gacha chegaraviy holat. 7 va undan yuqori diabet ehtimoli. Ovqatdan keyin 2 soat. 7-8 gacha normal. 7-9 dan yuqori nazorat talab etadi. Qand ko'rsatkichlari bir necha marta tekshirilib baholanadi. Qandli diabet turlari. Bir tur qandli diabet. Ko'proq bolalar va yoshlarda. Insulin deyarli ishlab chiqmaydi. Doimiy insulin nazorati talab etiladi. 2 tur qandli diabet. Eng ko'p uchraydi. Ko'pincha ortiqcha vazn va kam harakatlik bilan bog'liq. Dastlab insulinsiz ham bo'lishi mumkin. 3 homiladorlik diabeti. Faqat homiladorlik davrida. Tug'ruqdan keyin ko'pincha yo'qoladi. Lekin kelajakda diabet xavfini oshiradi. Qand oshib ketishi giperglikemiya. Qand oshib ketganda quyidagi belgilar bo'lishi mumkin. Chanqoq kuchayishi, ko'p seyish, ogiz qurishi, holsizlik, tez charchash, vazn kamayishi, teri qichishi, ko'rish xiralashishi. Ba'zan esa hech qanday belgi bo'lmaydi. Qand tushib ketishi gipoglikemiya. Qand juda tushib ketsa, titroq, sovuq ter, yurak tez urishi, bosh aylanishi, ochlik hissi, hushdan ketish. Bu holat tezkor chorani talab qiladi va xavfli bo'lishi mumkin. Qandli diabet nima bilan xavfli? Nazorat qilinmasa. Ko'z ko'rishining pasayishi, buyrak yetishmovchiligi, oyoqlarda yaralar, yurak xuruji, insult, asab shikastlanishi. Shuning uchun diabet jim rivojlanadigan xavfli kasallik hisoblanadi. Qandli diabetda ovqatlanish eng muhim qism. Mumkin bo'lgan mahsulotlar: sabzavotlar, karam, bodring, ko'katlar, loviya no'xat me'yorida, grechka suli yormasi, tovuq, baliq, mol go'shti qaynatilgan, tuxum, nordon mevalar, olma, nok me'yorida, qatiq, kefir shakarsiz, cheklanadigan yoki mumkin emas, shakar va shirinliklar, oq non, gazlangan ichimliklar, pishiriqlar, qovurilgan ovqatlar, fast food, shirin mevalar, banan, uzum, spirtli ichimliklar. Hammasi me'yor bilan baholanadi. Ovqatlanish qoidalari.
Tez-tez kam-kam yeyish. Och qolmaslik. Kechasi haddan ortiq ovqatlanmaslik. Shakar qo'shilgan ichimliklardan saqlanish. Qandli diabetni nazorat qilish. Qandni muntazam o'lchash. Vaznni nazorat qilish. Harakat kuniga kamida 30 daqiqa yurish. Stressni kamaytirish. Shifokor ko'rigidan o'tib turish. Har bir bemor uchun yondashuv individual bo'ladi. Katta yoshdagilarda diabet. Keksalarda qand sekin ko'tariladi. Belgilar kam bo'lishi mumkin. Asoratlar tezroq rivojlanadi. Shu sababli tekshiruvlar juda muhim. Ayollar va diabet. Homiladorlikda alohida nazorat. Gormonal o'zgarishlar qandga ta'sir qiladi. Klimaks davrida xavf oshadi. Xulosa: qandli diabet bu hukm emas, lekin e'tiborsizlikni kechirmaydigan kasallik. Bilim nazoratning birinchi qadami. Nazorat asoratlarning oldini oladi. To'g'ri hayot tarzi sog'lom hayot garovi. Agar ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Yaqinlaringiz bilan ulashing. Kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda yana muhim va foydali tibbiy mavzular bilan uchrashamiz.